Bizni xonadonimizda o'sha farzandlarimizga, qizlarimiz uchun maxsus bir madhiya bo'lib qolgan. Erta tongdan ularni uyg'otishda mana shu qo'shig'ingizni qo'yib yuboraman. Ha, o'sha qo'shiqmidi? O'sha qo'shiq. Bular aytgan, Sanatbek aytgan. Mahallamizda bugun Sanat akam har bitta xonadon egalariga qo'shiq tayyorlab kelganlar. Oiladagi har bitta a'zo, otalar va onalar, o'g'illar va qizlar, xullas har bitta yaqinlar uchun maxsus bir kayfiyatni bag'ishlaydigan qo'shiqlarimiz bor. Akbar kod orqali SMS yo'llashingiz mumkin. Qanday qo'shiqlar? Qizim, bu endi juda chiroyli chiqqan. Juda chiroyli. O'zi hali qizlarimiz hali yosh. Kichkina. Xuddi vaqt o'tgan sari xuddi bo'lar cho'zi tezi katta bo'lgan o'xshaydi. Qizlar tez katta bo'ladi. Qarasam to'ylarga boramiz, hali kelin kuylar bo'ladi. Ha deymi, biz ham shunaqa bo'lamiz deb Xudoning har bitta xizmatda. O'shacha har bir ota-ona, jon qizim, jonim qizim, baxtli bo'l deyman. Otang rozi, onang rozi. Taxtli bo'l deyman. Ijro etib bering. Xo'p bolam. Demak, hozirgi qo'shiq barcha farzandlar uchun, jon qizlarimiz uchun ataladi. Marhamat Sanat aka. Canım kızım, baxtli bo'l deyman. Otang rozi, onang rozi, baxtli bo'l deyman. Jon qizim, jonim qizim, baxtli bo'l deyman. Otang rozi, onang rozi, baxtli bo'l deyman. Yuragimning bir parchasi, tilaklarimning barchasi, yuragimning bir parchasi, tilaklarimning barchasi. Duoga qo'l ochib senga oq yo'l tilayman. Otang rozi, onang rozi, baxtli bo'l deyman. Onang rozi, otang rozi, baxtli bo'l deyman. Qizim, jonim qizim, baxtli bo'l deyman. Otang rozi, onang rozi, baxtli bo'l deyman. Jon qizim, jonim qizim, baxtli bo'l deyman. Onang rozi, otang rozi, baxtli bo'l deyman.
tongida Sanatbek Farmonovning Baxtli bo'l qizim degan taronalari bo'ldi. Juda ham chiroyli ekan.